Assalomu alaykum hammaga. Ismim Abdulloh. Xudo xolasa yana bitta narsani darslarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni regl chizish masalasida. Bu yerda regl deb ko'rsatilmaydi. Mana bu joyda regl ham yo'q. O'zi aslida konstruksiya bo'limida balka bo'limi bor. O'zimizga kerakli bo'lgan reglni bosamiz bu joyda kelib chiqadi. Asosan mana bu bo'ladi. Bu narsani mana bu reglni o'zim yasaganman. O'zimga moslagan holatda, chunki tag qismidagi chizig'ini planda ko'rinishi uchun. Xo'p, bu narsani reglni yoki deb yo'q bo'lsa, mana bu joyda загрузить семейство и так orqaga qaytamiz. Mana bu Rusiya degan fayl orqali karkasniy sushida mana shu joydan olishimiz mumkin. Misol uchun uni железобетонный tanlasak, bu joyda mana har xil regllarimiz mavjud. Shu joylardan misol uchun ferma, shunga o'xshaganlardan bor. Shu joydan olib turib, открыть qilib bosib, olib kirib qo'yishimiz mumkin. Mana shu holatda chizishimiz mumkin. Mana olib kirildi hozir. Hozir men mana bu reglni chizsam ham bo'ladi. Xo'p, regl chizish uchun. Xo'p, regl pastki qavatda bo'lmaydi. Ya'ni bilasizlar, birinchi qavatda turgan bo'lsalar, tepalikda turadi. Ya'ni undan tepadagi qavatni ushlab turish uchun kerak bo'ladi. Ora yopmani ushlab turish uchun ishlatiladi asosan bu narsa. Demak, men birinchi qavatda turgan holatda regl chizsam noto'g'ri bo'ladi. Hozir chizdim va menga ogohlantirish berdi. Bu ogohlantirish 3D-ga o'tib qarasak tushunamiz. Mana. Birinchi qavatda turib chizganim uchun pastga chizdi. Chizayotgan paytda hech qanaqa bu yerdan sekuvchi diapazon yoki balandroq qilib ko'rsatish degan narsa yo'q. Faqatgina uровень bor bo'ldi. Уровеньdan bu joydan chizsam to'g'ri chizib ko'rsatadi menga. Bu holatda chizishinglar mumkin yoki-da men ko'pincha ishlatadigan holat, ya'ni hozir ko'rganinglar ham bo'ladi. Mana bu joydan уровеньni to'g'rilab turib, tepa qavatda chizishim mumkin. Bu yo'nalishda ham qilish to'g'ri. Ikkinchi yo'li уровень ikkinchiga o'tib turib, ya'ni ikkinchi qavatga turib, ikkinchi qavat polda turib, balkon chizaman. Ogohlantirishsiz hech narsa to'g'ri chizildi. Va hammasi to'g'ri tushadi shunda. Mana bu qizil chiziq planda ko'rinishi uchun kerak menga bu narsa. Mana buni bosaman 2200 misda, misol uchun 3 metr deyman, planimda ko'rinadi. Birinchi qavat planiga o'tsam ko'rinadi menda. Reglni tanlashim, o'zgartirishim mumkin bo'ladi. Misol uchun reglni bundoq tortsam, bu joydan ham tortiladi mana. Xuddi shu tarzda. Mana bu reglni o'chirib tashlashim ham bo'ladi, chunki ko'rinmaydi u faqat. Xuddi shu tarzda bemalol o'zgartira olishim mumkin bo'ladi. Bu qizil chiroqni yoki bunaqa narsani olish, u regl o'zimni parametr yasaganim uchun shunday chiqqan. Noodatiy reglni ham o'zi shunaqa qilsa bo'ladi. Prosta oddiy chiziq orqali qilingan narsa. Reglni chizish tartibi xuddi shu tarzda qilinadi. Endi mana bu narsa смещение reglni mana bu joydan ichiga kirib turib, razmerni o'zgartirishinglar, mana bu joydan material bo'yicha o'zgartirishinglar mumkin. Material editor ochiladi. Mana bu joydan vысотasi, shirinasini o'zgartirishinglar, nomlarini berishinglar. Pastga o'tganimizda mana bu joyda uzunligi, obyomi, hozirgi mana 34 liniya degan. Noto'g'ri yozilgan bu joyda yozib qo'yganman. Mana bu qizil chiziqda baland pastligi 3 metr pastda turibdi hozir. Pastki nuqtasi qancha, tepa nuqtasi qancha, obyomi qancha, 2-3 kubligini beryapti bu reglimizda. Agarda men buni ko'p kamaytirsam, kamayadi 1.8 ga. Xuddi shu tarzda. Так, endi bu joyda yana bitta narsa, mana смещение начальное, смещение конечное degan narsa bor. Misol uchun, mana buni 250 qilsam, смещение началini boshqacha bo'lib qoldi mana. Bu mana bu joydan yon tarafdan o'tib qarasak seziladi. Sezilgan bo'lsa, mana bu joyga qarab, tepaga qarab ketyapti sekin-asta. Ya'ni berilayotgan уровеньdan 25 sm yana balandroqqa chiqyapti. Bu yoq tarafini ham 25 qilsam, tekis holatda ko'tariladi ikki taraf. Xuddi shu narsa. Ba'zi holatlarda ishlataman, har doim ham ishlatmayman bu narsani. Ugu поворотda teparoqqa chiqaryapti bu narsa. Teparoqqa emas, ya'ni buryapti. Sezayotgan bo'lsanglar, 90 misda, misol uchun 45 qilsam, bundoqroq holatga olib kelib qo'yadi reglimni. Bu narsalarni kam ishlatganman. Smeshini ishlatishim mumkin ko'pincha. Shuni o'zi yetadi.
Regl bo'yicha shu darslik shu edi. Savollar bo'lsa kommentariy yozsanglar, xudo xohlasa javob beraman. Like bosishni esinglardan chiqmasin, kanalga obuna bo'linglar. Bundan ko'p darsliklar hali oldinda, xudo xohlasa. Hammaga rahmat.